Ko'pchilik ota-onalardan kelib tushadigan savol, ya'ni tashxisli muammosi bor bolalarning onalari uzoqroq muddat baribir logoped defektologga qatnashiga to'g'ri keladi. Shu holatda qancha muddat qatnaymiz degan juda ko'p savollar kelib tushadi. Mana shu o'rinda aytib o'taman onajonlarimizga, albatta ota-onalarga, har bir bola u alohida individ. U bola bilan har biri bilan biz bir xil shug'ullanganimiz bilan bolaning rivojlanishi darajasi, diagnozi, tashxisi bo'lishi mumkin, ZPR, ZPRR bo'lishi mumkin, alalik bo'lishi mumkin. Bu tashxislarda o'zi bola 3 yil, 2 yil orqada rivojlanishdan orqada qolgan, nutqi orqada yoki umuman nutqi yo'q. Qanday qilib logoped defektolog bir oyda natija qilib beradi? Albatta natija bo'ladi bir oyda, lekin natija o'sha 2 yillik, ya'ni orqada qolgan rivojlanishini birdan yetkazib bera olmaydi logoped defektolog ham. Mana shu narsani farzandingizni tashxisli, ya'ni ZPR bo'lishi mumkin, ZPRR tashxis bo'lishi mumkin, RAS diagnozli, alaliya tashxislari bo'lishi mumkin. Mana shunday tashxisli ota-onalardan, ya'ni iltimos va sabr tilagan bo'lardim ularga. Sababi bolangiz 2 yil, 3 yil orqada qolgan, nutqan rivojlanishdan orqada qolgan, logoped defektolog birdan sizga bir oyda yaxshi qilib bera olmaydi. Bu narsani to'g'ri qabul qiling va albatta bu narsa biroz muddatni talab qiladi.